Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati 9-qism. U vaqtlarda chet ellik sayyohlar yurtingizda siyrak edi-da, atlas kiygan o'zbek qizlari ular orasidan qorataloq zanjilarini qo'yib, nuqul boshiga salla o'ragan mo'ylovli hindlarga qiziqish va havas bilan tikilgan edi. Anavi Raj Kapurning ukasimikin, jiyani. Voy, quyib qo'ygandek o'ziga o'xshaydi-ku. O'g'li bo'lsa kerak, o'g'li qara. O'g'illari kinoda chiqqan, kim tanimaydi, kinodachi, nom nima edi? Qurg'ur. Tilimni uchginasida turibdi-ya. Yo'q, bu yo ammasining o'g'li, yo tog'asining, ana, qaranglar, точно o'zi. Buning sallasi bor-ku. Voy, bular doim shundoq sallada yuradi-de. Kinoda o'ramay chiqadi. Bu qaqajonlarning shuur-shuuridan sarosimaga tushgan sho'rlik sayyoh biror joyim ochiq qolibdimikan degan o'yda igna boshini ko'zdan kechirmoqqa tushadi. Hindiston bepoyon mamlakat. Bu ham oddiy bir sayyoh yoki tujjor umri bino bo'lib Raj Kapur nomini yo eshitgan yo eshitmagan, Xudo biladi. Siz esa mana yaqin 1 soat bo'ldiki sherigingiz bilan musofirxona oldida sigaretni ermak qilib turibsiz. Ikki ko'zingiz o'tgan ketganda. To'g'ri, sizlar bularga o'xshamaysizlar. O'zga yurt, o'zga iqlim farzandi ekanliklaringiz kundek ravshan. Balki bu mamlakatda o'zga yurtdoshlaring yo'qdir. Balki umuman bu atrof juvonibda yakka-yagonadirlar. Ammo biron bir sayoq it ham sizlarga o'girilib qaramaydi. Ehtimol shunisi ham alam qilayotgandir, Alabbay. Ehtimol shundaydir, Tavarish Muxtor vakil. Darhaqiqat, yurtingizda kechalari negadir uyda o'tirib emas, ko'chadagi simyog'ochlar atrofida, xira yog'duda uymalashib kitob o'qiyotgan ilmga chanqoq yosh-yalangni ko'p ko'rdik. Biroq bemalol gaplashib turgan yoki qo'ltiqlashib yurgan birorta ham yigit qizni uchratmadik. Ishonchli manbamizning pichirlab xabar berishicha, bunday hol yurtingizda qattiq qoralanar, hatto ta'qib qilinar emish. Bunisiga nima deysiz, Tavarish Muxtor vakil? Keling, vaj qidirib ovora bo'lmang. Biz eshitgan manba chindan-da ishonchli, inobatli. Musofirxonada shim kiyib yurgan qizgina ko'zimizga issiqroq ko'ringani rost. Negaki u ko'z qoshi bilangina emas, ravish-raftori bilan ham boshqalardan yaqqol ajralib turar, unda erkin dunyolarning allanimasi bor edi. Boshqalari esa nega bunday? Qaysidir yili men yozuvchilarning Dormondagi bog'ida dam olganimda g'arbiy Buryodan kelgan raqqosalar dastasi ham o'sha yerda istiqomat qilgan edi. Bari oydek, naqd o'zimizning bahor nozaninlari deysiz. Asli bir millatga mansub bo'la turib, nechun bu yerlik qizlar bu qadar mahzun, abgor, aftoda? Birorta ko'zni quvnatadigani uchramaydi-ya. Gap shim kiymaslikda emas albatta. Bon shahrida o'tgan xalqaro anjumanda bir ayol diqqatimni tortgani esimda. U rang-ro'yi bilangina emas, izohlash qiyin bo'lgan boshqa bir jihatlari bilan ham olmon xonimlaridan keskin farqlanib turardi. Men uni negadir maskovlik deb o'ylabman. O'rischa so'zlashib bunga amin ham bo'ldim. Keyin bilsam u ham olmon ekan, lekin sharqiy, sho'roviy Olmoniyadan kelgan ekan. Ajabo, hurriyat, erkinlik deganlari odamzodning fe'l-atvoridagina aks etib qolmay, uning rang-ro'yi aft-angorida ham balqib ko'rinar ekanda. 10 kun emas, 10 yilga cho'zilgandek edi bu safarimiz. Har kuni bir xil tartib, 3 mahal ovqatlangani yemakxonaga kiramiz. Ta'zimkor Saida tabassum bilan kutib olib, tabassum bilan kuzatib qo'yadi. Har kuni bir xil taom, fish, chicken, beer. So'ngra Tavarish yakka etagida yakkash bir zotning nomi bilan ataluvchi ko'pdan ko'p manzillar sari yo'l olamiz. Ulug' dohiy Tavarish Xonman men nomidagi namunaviy tug'ruqxonaga boradigan kunimiz nihoyat toqatim tugadi. Yorilib ketdim. Tavarish yak, dedim iloji boricha muloyim vazmin so'zlamoqqa tirishib. Ruxsat bersangiz men o'sha yoqqa bormasam. Ko'rib turibsiz, sochlarimga oq oralab qolgan. Endi tug'masman deb o'ylayman. Bu gapga kulmoq o'rniga qat'iyatli rohbonimiz ta'nomiz ohangda ogohlantirdi. O'ylab ko'ring, bu o'ta muhim tadbir. Keyin afsuslanib yurmang. Senchi, sening nima bahonang bor, degandek sherigimga yuzlandi Tavarishyak. Sochlari qop-qoraligidan pushaymon bo'lib Tavarish Baxtiyor noiloj unga ergashdi. Ketisharkan,
Serintizom rahbarimiz menga tag'in siyosat qildi. Ertaga bunaqa qilmassiz, ertaga bundanda muhimroq tadbir. Bilaman, muhim, bag'oyat muhim tadbir. Inqilobchilar qabristoniga ziyorat. Xo'jako'rsin qabriston. Darhaqiqat bu juda muhim ziyorat edi. Shu qadar muhimki, uzundan uzoq bu sarguzashtlarni ejikilab o'tirmasdan ana shu qabriston to'g'risidagina so'zlab berilsa ham kifoya qilardi. Inqilobchilar qabristoni shaharning shimol-sharqida, ko'm-ko'k daraxtlarga burkangan obod tog' etagida joylashgan. Shahardan u baralla ko'rinadi. Qabristondan turib qaralsa, xoniya ham kaftdagidek namoyon. Inqilobchilar qabristoni, bizningcha kommunistlar mozori atalmish bu go'sha aslida quruq daxmalar ko'rgazmasidan iborat edi. Bunda na lahat bor, na jasad, na bir suyak bor, na-da xok. Ulug' dohiy yo'lboshchiligida inqilob uchun kurashib halok bo'lgan xotirasiga o'rnatilgan yodgorliklar mujassami ramziy qabriston edi bu. Safdoshlarini olovli, lekin omonsiz kurashlarga boshlab kirib, ularni qurbon berib o'zi omon qolgan ulug' dohiyning o'sha marhumlar ruhiga go'yo bir sadaqasi edi bu. Kurash alangasi ichida ularning xok suyaklari bu orollar o'lkasining qay puchmog'ida qolib ketganini hech kim aniq bilmas. Ro'parada tog'dek yuksalgan, granitdan barpo etilgan inqilob ramzi, qizil bayroq inqilob yo'lida jon fido qilgan shahidlarni ramzan bo'lsa-da bir joyga, shu ulkan ziyoratgohga jamlagan edi. Bayroq poyida oftobda yal-yal tovlanib mangu olov yonib turibdi. Bu yerda hamma narsa bahaybat, ulkan, ulug'vor edi. Ziyoratgoh darvozasining o'ziyoq behad mahobatli. Kirayotganda qo'lingizga bir dasta gul tutqiziladi. Qaysi qabrga qo'ymoq lozimligi ham asta shama qilinadi. Sizga baribir emasmi, gul tekin bo'lgandan keyin qay go'rga desa qo'yaverasiz-da. Umuman bu yurtda tekin gul ulashuv rasm ekan shekilli. Bir oqshom katta konsert oldidan ham hammamizga gul ulashib chiqildi. San'atkorlarga taqdim etmoq uchun. Ajabo, gul kimga kerak bo'lsa, o'zi sotib oladi. O'zi xohlagan odamga taqdim etadi. Shunday emasmi? Yo'q. Hammasi ma'lum tartib bilan, hurmat, ehtirom ham, ixlos, e'tiqod ham rasamadiga qarab tasdiqlanmog'i shart ekan. Oqibati shu bo'ldiki, oldinda hali zo'r tomoshalar, zo'r san'atkorlar turganini bilmay, hamma qo'lidagi gulni boshida chiqqan o'rtamiyonaroq birovlarga tutqazadi yubordi. Pulingiz kuymaganda, tekinda, chinakam san'atga duch kelganingizda esa boyga gulga ichingiz achib, beixtiyor cho'ntak kavlab qolasiz. Ziyoratchilar bisyor, hammaning qo'lida patta haqqi evaziga berilgan bir xil gul. Biz kabi mehmonlarga kirish ham, gul ham tekin. Zalvorli zinalardan bir bosib yuqoriga o'rlaysiz. Yon-veringizda oftob tovlanib turgan qator tunjiy byustlar. Eng yuqorida birinchi qatorda ulug' dohiyning safdoshlari. Uning 32 yoshda olamdan ko'z yumgan birinchi xotini ham shu safda. Byustning ikki yonidagi qimmatbaho shisha idishlarda qog'oz gullar. Nega bunday qog'oz gul? Sun'iy chechak. Ana atrofda gurkirab turli jonli chechaklar serob-ku. Qaydam o'lib ketganiga ko'p yillar bo'lgan ekan. Qolaversa, bu yoqda keyingi xotinlarning g'ishavasi ham hisobga olmoq lozim. Undan berigi bir necha qator hozircha bo'sh. Supachasi yasab qo'yilgan u byust ko'rinmaydi. Demak, endi o'ladiganlariga mo'ljallangan. Demak, bularning egalari hali tirik. Zinadan pastlay borganingiz sayin byustlar ham kichraya boradi. Deylik, etakdagi bir necha qator byust misdan yasalgan, bir xil hajmda. Umuman byustning katta kichikligi nimadan yasalgani-yu, qaysi qatordan joy olgani marhumning inqilob g'alabasiga qo'shgan hissasi. O'shanda egallagan mansab martabasi, eng muhimi ulug' dohiyga nechog'li uzoq yaqin bo'lganiga bog'liq. Hammasi qat'iy tartib, hisob-kitob bilan joylashtirilgan. Ofarin va tasanno. Byustlarga sinchiklab tikilmoqqa aslo hojat yo'q. Unvonlarni hisobga olmaganda harbiy liboslar deyarli bir xil, o'zlari ham o'xshash. Bamisoli bittagina odamning har xil kattalikdagi siymolari ma'lum tartib bilan terib chiqilgan. Vassalom. Tavarish yakning aytishicha, bularning ba'zilari marhumning saqlanib qolgan rasm pasmiga qarab, qolganlari esa ulug' dohiyning esdaliklari asosida ishlangan.
Ajab xotira. Byustlar shunday mahorat bilan joylashtirilganki, biri-birini sira to'sib turmaydi. Ular vatanni go'zal, xoniyani ozod ko'rmoqni istagan. Shu yo'lda qon to'kkan edilar. Mana ko'rmoqdalar jonsiz siymolari. Bu qiyomat, qo'lbola qabristonni tark etarkansiz, ko'nglingizni odatdagi ulug'vor insoniylik hissi chulg'amaydi. Behuda qon to'kib shahid bo'lgan bu sho'rliklarga shunchaki achinib qo'yasiz xolos. Diqqanafas elchi. Rossiya elchixonasida nima bor? Sizlar mustaqil davlat vakilisizlar-ku, dedi tovarishyak. Gap shunda-da, dedim men. Birinchidan, yaqin kelajakda biz bu yerda elchixona ochish niyatidamiz. Binobarin, elchixona faoliyati va mavjud shart-sharoitlar bilan tanishmog'imiz darkor. Ikkinchidan, o'zingizga ma'lumki, yaqindagina biz ham sobiq ittifoq tarkibida edik. Binobarin, bu elchixonada bizning ham haqqimiz, ulushimiz bor. Noiloj qolganidan bo'pti ko'ramiz, o'ylashib ko'ramiz deya va'da qilgan rahbonimiz so'nggi kunga qadar bizni Rossiya elchixonasiga yo'latmaslikning har chorasini ko'rdi desa bo'ladi. Xorijiya vazirligida ishlaydigan batartib pishiq puxta odam. Har gal elchixonaning telefon raqamini bilib bermoqni va'da qiladi-yu, keyin bundan so'z ochsangiz yo chap qoshini kerib mujmalgina kulimsirab qo'yadi, yo gapni chalg'itmoqqa urinadi. Bunda bir asror ko'rib, bizning elchixonaga qiziqishimiz battar ortar, fikr-zikrimiz u yerga borish bo'lib qolgan edi. Bormoq uchun esa telefon orqali bo'lsin, shartlashib olmoq lozim. Bir kuni tovarish Baxtiyor hovliqib xonamga kirdi. Bekorchilikdan stoli g'aladonidagi allaqanday ma'lumotnomani varaqlayotib, Rossiya elchixonasining telefon raqami chiqib qoldi. Mening xonamda telefon apparati ikkita edi. Ikkalasi ham ko'rgazmaga qo'yadigan qimmatbaho. Biri ichki tovarishyak yoki tovarish Baxtiyor bilan bog'lanish uchun. Ikkinchisiga ishim tushmagan. Shahar telefoni bo'lsa kerak. O'sha telefonni oldimizga qo'yib olib, elchixonaning raqamini termoq bo'lsak, apparatda hech qanday sas-sado yo'q. Engashib bunday qarasak, telefonning simi allaqayga mahkamlab qo'yilgan, lekin boshqa simga ulanmagan. Obbo, bu ham xo'ja ko'rsinga ekanda. Pastga vestibyulga tushdik. Har qalay u yerdagi devor telefonlari xo'ja ko'rsinga emasdir. Shisha soyabon ichiga kirib raqamimizni tergan edik. Kimdir u yoqdan tovarishakning lahjasida nimadir deb chuldiradi-yu, telefon daf'atan o'chib qoldi. Vestibyulning narigi boshidagi telefonga qarab chopdik. Bu yerda ham xuddi o'sha ahvol. Shu taxlit 3tami 4ta telefonning unini o'chirib turganimizda lop etib qarshimizda tovarish yak paydo bo'ldi. Basharasida tanish masxaromuz tirjayish. Ha tovarishlar, aylanib yuribsizlarmi? Deydi hech narsa bilmagandek. Yo'q, elchixonaga telefon qilmoqchi edik. Tergan raqamimizning qaltisligidanmi, bu matohlaring birin-birin ishdan chiqib qolyapti. Sababi nima deya olmadik. Chunki jinoyat ustida qo'lga tushganimiz aniq edi. Darvoqe, tovarish yak ishning beliga tepmaganida musofirxonadagi bor telefonni mana shu tarzda buzib chiqmog'imiz muqarrar edi. Nega bu telefonlaringiz ishlamaydi dedim tap tortmay daf'atan o'jarligim tutib. Nega ishlamas ekan? Ishlaydi, deya mehribonimiz soyabon ichiga kirib allaqanday raqamni terdi-da, go'shakni menga uzatdi. Mana marhamat. Darhaqiqat, go'shakda kimdir chuldirab turardi. Demak, gap telefonda emas, teriladigan raqamda ekan. Xonalaringda telefon bor-ku, dedi tovarish yak surbetlarcha iljayib. Qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsalaring o'sha yerdan qilmaysizlarmi? O'zi bilan o'zi so'zlashmoqchi bo'lgan telbaga to'g'ri, telefon bor xonalarimizda. Bu gapga nima deysiz? Qarang, qayoqqa qo'ng'iroq qilmoqchisizlar o'zi deb so'rash yo'q, chunki baloni bilib turibdi. Ammo u so'ramaydi. Biz aytmaymiz. O'yinda bu. Bu o'yin bir necha kun davom etdi. Duch kelgan telefonni ermakka buzib yuraverdik. Nihoyat oxirgi kunlardan birimidi, tushlikdan qaytayotib, balki so'nggi bor omadimizni sinab ko'rmoq bo'ldik. Ayg'oqchi-yu poyloqchilari ne bir sabab bilan g'aflatda qoldi shekilli, favqulodda telefon go'shagida o'rischa lafz yangrab ketsa bo'ladimi? Bu zabonga burroq
Tovarish Baxtiyor so'zlamoqda edi. U mana delegatsiya rahbari bilan gaplashing deya go'shakni menga berdi. Elchining yordamchisi ekan. Uning aytishicha, ular bizning barcha kor holimizdan xabardor. Hatto qo'ng'iroqlashmayotganimizdan tashvishda emish. Qarang,